Xo'sh, navbatdagi qo'ng'irog'imiz bor. Eslatib o'taman, taxmin qilingan ibora oziq-ovqatni tez va teng ravishda isitib beruvchi va hattoki pishiruvchi maishiy texnika. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men buni mikroto'lqinli pech deb o'yladim. Lekin siz bu narsa ovqatni bir tekisda isitadi deb aytdingiz. Va endi mening mersam noto'g'ri ekanligini tushundim. Nimaga? Chunki meni o'yimdagi mikroto'lqinli pech faqat idishlarimni isitadi. Undagi ovqat sovuqligicha qolib ketadi-da. Ha, klassik xato. Sizda shunchaki LG Neo Chef mikroto'lqinli pechi yo'q. U bilan oziq-ovqatlar bir tekis va maromida isitish tufayli yanada mazali bo'ladi. Bu esa ta'mni saqlab qolishga imkon beradi. Lekin bu hammasi emas. Ushbu modelda turli xil pishirish rejimlari ham mavjud. Yogurtdan tortib bug'da pishirilgan sabzavotlargacha. Easy Clean antibakterial qoplamasi bilan esa mikroto'lqinli pechni tozalash osonroq va qulayroq. Juda ham zo'r. Ha, menga ham yoqadi.